Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Erik Mariya Remarkning Qarzga olingan umr kitobidan parcha havola etaman. O'zimni xuddi mangu yashaydigan odamlar davrasiga tushib qolgandek his qilyapman. Har holda ular o'zlarini shunday tutishyapti. Hayollarda faqat pul, hayot haqida unutib qo'yishgan. Tabiatda odamlarga mo'jizalarni mo'l-ko'l qilib tuhfa qilgan. U ularga o'pka va yurak bergan. Aql bovar qilmas kimyoviy uskuna, jigar va buyraklarni bergan. Bosh suyaklarni oppoq va yumshoq miya bilan to'ldirgan. Bularning bari butun koinot tizimidan ham ko'ra hayratlanarli. Haqiqatdan ham inson nimadir tushunish uchun falokat, dard, qashshoqlik, o'lim yaqinligidan omon o'tishi kerak. Sevgidan ortga qaytish yo'q. Hech qachon toshdan boshlay olmaysiz. Sodir bo'lgan narsa qonda qoladi. Sevgi, baxt kabi qaytarilmasdir va na qurbonlik, na biror narsaga tayyorlik, na yaxshi niyat hech narsa yordam bera olmaydi. Bu sevgining qorong'u va shafqatsiz qonunidir. Aziz kitobxonlar, ushbu asar sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.